Kapitan, bu bizni birinchi jahon chempionatimiz. Bilaman. Shuning uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak. Kapitan, birinchi bo'lib qayerga? Avval Senegalga, keyin bo'lsa Fransiyaga. Eshitishimcha Norvegiya bizni mukofotimizni istayapti ekan. Norvegiya? Ularni hattoki darajalari ham past. Qo'llaridan kelmaydi. Juda ham qiyin bellashuv. Biz mag'lub bo'lamizmi? Mag'lubiyat bu shunchaki tanlov. Shuning uchun sinab ko'rish kerak. Qara. Bular axir Norvegiya kemalari-ku. Norvegiyaliklar shu yerda. Ular biz bilan bellashgani kelishibdi. Kapitan, Norvegiya shu yerda. Ular biz bilan bellashgani kelishibdi. Yaxshi. Bu juda ham oson o'yin bo'ladi, chunki bu ularning birinchi martasi. Mag'lub bo'lishingdan avval uyingga qaytib ket, Holland. Juda ham oson o'yin. Fransiyani ogohlantiring. Fransiyani oldida sizlar menga raqib bo'la olmaysiz. Qani oldik. Senegal ularni mag'lub etadi. Kapitan, Norvegiya Senegalni 5-0 mag'lub etibdi. Keyingisi biz ekanmiz. Hazırlashmayapsanmi?